Tan oling, farzandingizni dars qildirish uchun har kuni uyda jangga aylanib ketgan. Siz baqirasiz, u esa yig'laydi. Siz telefonni olib qo'yasiz, u battar o'jarlik qiladi. Ko'pchilik ota-onalar farzandimni qanday majburlasammikin deb so'rashadi. Lekin asosiy xato ham shunda, majburlashdi. Bugun biz sizga farzandingizni qanday qilib o'qishga intilishni oshirish usullarini o'rgatamiz. Farzandingizga baqirganingizda nima sodir bo'lishini bilasizmi? U siz bilan o'rtangizdagi bog'lanishni uzasiz. G'azab motivatsiya emas, bu qo'rquv. Bola qo'rqqanda miyasi bloklanadi va u hech narsani o'rgana olmaydi. Agar siz doim dakka berib baysaversangiz, bola uchun siz rahbar emas, shunchaki chidash kerak bo'lgan odamga aylanasiz. Ko'p ota-onalar aybdorlik hissini uyg'otish yoki pora berish orqali bolani o'qitmoqchi bo'lishadi. Bola manipulyatsiya qilayotganini his qilgan zahoti unda o'qishga nisbatan nafrat uyg'onadi. Yana bir katta xato jazo sifatida nimadirni olib qo'yish. Masalan, darsingni qilmasang telefon yo'q. Bolaning nazarida bu ular meni tushunmaydi, faqat o'z aytganini qildirishni xohlaydi degan fikrni tug'diradi. Bizning o'quv markazimizda bitta oltin qoida bor: majburlama qiziqtir. Farzandingiz bilimining ortib borayotganini his qilish. Bolangiz zerikarli misollardan charchadimi? Uning yoniga o'tiring va bu vazifani jonlantiring. Bolaga shunchaki maktab vazifasi emas, u haqiqatdan qiziqqan narsani o'rganishiga vaqt bering. Xoh u rasm chizish bo'lsa, xoh u robototexnika. Bola o'z miyasi o'sayotganini his qilsa, uni to'xtab qola olmaysiz. Ko'p ota-onalar farzandim gapimga kirmaydi deb shikoyat qilishadi. Buning yechimi juda ham oddiy. Biz bolalarga maxsus ko'nikmani o'rgatamiz. Farzandingiz dars qilish uchun unga buyruq bermang. Ko'rsatma bering, bu qanday ishlaydi? Bolaning yuziga qarang, xotirjam ovozda gapiring. Boladan xo'p bo'ladi deb javob berishni so'rang. Vazifa bajarilgach, u kelib sizga hisobot bersin va siz uni maqtab qo'ying. Bu oddiy mahorat uyda tartib o'rnatishda mo'jizalar yaratadi. Bolani o'qishga undaydigan eng kuchli narsa bu muhit. Agar uning do'stlari faqat o'yin o'ynasa, u ham shuni qiladi. Lekin atrofida intiluvchan bolalar bo'lsa, u ham o'zgaradi. Bizda har hafta mentorlik uchrashuvlari o'tkaziladi. Biz bolaning faqat baholari haqida emas, uning orzulari, sportdagi yutuqlari va shaxsiy maqsadlari haqida gaplashamiz. Bola o'z oldiga maqsad qo'yishni o'rgansa, o'qish uning uchun yuk bo'lmaydi. Farzandingiz kelajagi sizning qo'lingizda. Uni majburlashni to'xtating va ilhomlashtirishni boshlang. Bizning o'quv markazimizda nafaqat fanlarni, balki bolalarga o'zini boshqarishni ham o'rgatamiz. O'qish bu azob emas, bu imkoniyat. Agar bolangiz bilim olishni sarguzashta bilishni xohlasangiz, sizni farzandingiz bilan bizning o'quv markazimizda kutib qolamiz. Hoziroq Newton Academy Instagram va YouTube platformalariga obuna bo'lib qo'ying.